Qanday bo'lmaydi? Açık olsun. Siz deputatlarga turishmaysizmi? Yo'q, qanday aytdi? Bunday bo'lmaydi. Qanday bo'lmaydi? Qana komandirimiz chaqirsangiz. Siz mi komandirimiz? Bu qanday javob basib olasizlar bizlar? Kim aytdi? Prezident ko'cha aytib o'tadi, ochiq o'tadi. Qanday so'z ortqa qaytarilmash kerak? Qanday so'z qaytarilmash kerak ortqa? Uyat bo'ladi unda. Hem Xudoy badu, hem bu degan deputat el saylab kelgan. Hem shunday buna javob qo'yib, deputatlar kirmayli qo'ysin unda. Kirmayli qo'yganday bo'lsin. Kirmayli bo'lgan degan bo'lmaydi. Ochiq bo'lsin dedik bile. Aytыңызmi, getirelim. Açık olsa mı açık oluyor işte. Hem açık olmadan telefonu kakaya aralsa biz tutukaç emeyiz. Ayrım bürolar bu. Yok bu ne degen basmır bu? Ne? Girişmeyizler. O Türkas'ta aytınız, Türkas'ta geçesizler, Qag'azlar bermeysizlar. Türkas'ta. Geçesizler, oşol soğuş talasından atqarbaysızlar Türkas'ta. Nurlan Baytay, sizde kirgizbey жатат, telefonunuzdu alып келген. Telefondu kirgizbeydi. Açık bo'lib keladi öyle. Prezidenttin Qadışanın sözü артта qaytarılbaydı туғандар. Артта qaytarılbaş керек. Bu qanday? Maqul anda biz вообще kirbeyle qo'ygan anda. Bardağına erince bir oldu da aytıldı telefonda teknik. Elingizchi beri. Kimsiz siz? Tamam. Kim atınız? To'g'rinchi службадан atınız. Yok prezidentin sözüne karşı çıkılırsa var mı? Yok, oşunda Ko'cha açık bo'lib deganda karşı. Yok, bunday da odam. Hozir kelsam, qancha qilishar, o'zi aytdi da odam. O'sha kishi aytdi. Yok bu yerda o şey aytdı. O'sha kishi aytdi da odam. Bu yerda yaşlı narsalar söyle. Oşun için teknikani almaqla. Başka prezident açık demedi. Oğlanlar açık demedi. Doklad boyunca aytıldı. Doklad yaşının türünde aytıldı bu yerda. Oşun için bu yerda teknika bardıq narsalarni qaltırdı. Biz anda girmeymiz. Sizler çok resmi. Biz azı deputatlarına qaytalım da girmeyle qo'yalım anda. Deputatlar açık oluyor. Haklısın. Kalasanız keres kalsın. Prezidentin aytqanınızda işte bu dura emas aytdi prezident. Ani hech kim spor qilmaydi. Nimaga hozir? Ya bu degan bu basmırlo. Bardығы chiqarildi. Bardығы chiqarildi. Men kirgizib qo'yib, hozir kirgizmaysanglar hozir davlat anda boshqa narsa bo'ladi. Birelesiz emas. Hatto barida o'sha telefon bilan. Deputatlar bor deydi. Kirdi hozir. Ko'p kirmaydi davlanda. Ko'p kirmaydi. Sanaylanda qancha olsa. Yok, topshirmaymiz. Biz topshirmaymiz. Telefonni topshirmaymiz. Bu ne? Basmırlov. Bizni huquqni tebelebi. O'sha yerda prezident kecha aytmadi u, boshqaruv boshimizda turgan prezident o'zi aytib o'tadi. Ochiq bo'ladi. Elga ochiq beringlar, ochiq aytinglar. Prямой efir ketadi deb o'tadi. Endi qanday endi bu yerdan endi telefoni vardı, kirgizbey kiradi. Chegara masalasi, qovsuzlik masalasi shuni. Qovsuzlik chegara masalasi. Biz telefonni tartqanda girdimiz o'sha qovsuzlik tizimlari bor. Yoldaş komandir, biz degan telefondan o'sha xabar tartib biz o'ylab turganimizni ko'rdingiz mana. Biz al yerdan o'zimizdan informatsiyalarni biz Açmamız gerek. Telefonda связьda bo'lsin kerak. Hurmatli jurnalistlar, ko'rib o'tasizlar. Acha olmayib, demak biz kira olmaymiz. Yo'ldaysiz unda, Kira olmaymiz. Yaxshi orqalar? Qanday yaxshi orqalar? Nima aytasiz? Kim familiya? Gördünüz mü ular adepsizligi? Bular mizamda asqarmaydi to'liq. Yaxshi orqalar. Qanday yaxshi orqalar? Kim жазып familiyani? Жазып qo'ychi familiyani. Junusaliyev deb жазып qo'ychi. Junusaliyev.